Bu keli aytganimizdaqa ikkita 3ta dona shu uyga oldik. Ikkita 3ta dona. Bu yog'i o'zini uyiga keta qolsin. Mana shunaqa baliqni ham qo'yib olib turinglar. Sababiki baliq katta bo'lsa, bizga xursandchilik. Ertaga tutishga. Baliqlarimizni qaranglar. Ay jonivorlar. Jonivorlar. Yuvib ketamizmi? Ha, u toza bo'lib qoladi, Alloh xolasa. Qo'yib yuboring. Haydi. Ketgisi ham kelmayapti bilan. Shunaqa baliqni kichkinalarni ham qo'yib olishni unutmanglar, chunki biza tabiatni asrasak, ertaga tabiat bizaga mana shunaqa bulardan kattaroq, yiriroq baliqlarni, neta uka baliqlarni hamma taraflardan tabiat bizaga yordam beradi. Biz ham tabiatga ozgina yordam beraylik. Hammaga omad, charchamanglar, yaxshilikni ko'rishinglar. Alloh xolasa yana mana shu joylarga kelish nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.